O'pka sintapiyasi, ya'ni boshqa organlarga nisbatan joylashuvi. Ayrim organlar o'pkaning ichki qismida yoki tashqi tarafda joylashganligi uchun unda o'z izini qoldiradi. Dastlab o'ng o'pkadan boshlaymiz. O'ng o'pkaning medial qismida qaysi a'zolar o'zini izini qoldiradi? Dastlab 3 ta qismni ko'rib chiqamiz. Birinchisi yuqorgi kavak vena, sulcus vena cave superior. Bu yuqoridan tushyapti va o'pkada o'z izini qoldiryapti. Ikkinchi tuzilmamiz bu qizil o'ngach. Qizil o'ngach ham pastga tushganda o'ng o'pkada o'z izini qoldiradi. Endi bundan tashqari vena azigus ham ko'rinadi. Qizil o'ngachning orqasida joylashgan ko'k rangda tuzilgan vena joylashgan. U ham o'ng o'pkada o'z izini qoldiradi. Demak, o'ng o'pkada mediastinum qismida 3 ta yuqori kavak vena, vena azigus hamda qizil o'ngach o'z izini qoldiryapti. Endi chap o'pkaga o'tamiz. Chap o'pkada yuqoridan brachiosefalik sinistrak vena brachiosefalika mana yuqorida o'tyapti-da, o'z izini qoldiryapti. Bunda ham aorta hamda qizil o'ngach o'z izini qoldiradi. Va bundan tashqari ikkala o'pkada ham yuqoridan birinchi qovurg'a o'pkaning yuqorisida o'z izini qoldiradi. Sulcus arteria subclavia, ya'ni o'mrov osti arteriyasi ham ikki tarafga yo'naladi-da, o'pkalarda o'z izini qoldiradi va yurak hammamiz bilgan. Endi har bir qovurg'a tashqi tarafdan o'pkaga tegib turganligi uchun ular oldinga yo'nalganda qovurg'alar, ya'ni sternumga birikish qismida ular o'pkalarda o'z izini qoldiradi va bu izlar impression costarum deb ataladi, qovurg'a izlari. Endi diafragma, pastki tarafdan o'pka diafragma bilan qoplangan. Diafragmaning ostida boshqa organlar, misol uchun o'ng o'pkaning ostida jigar joylashgan. Chap tarafda esa oshqozon va taloq. Ularning hech qaysi biri o'pkada o'z izini qoldirmaydi. Buni bilib ketish kerak. Va eng muhim qismi bu o'pka darvozasi. Bu yerda juda ko'p tuzilmalar berilgan. Biz eslab qolishimiz kerak nima? O'ng o'pka 3 ta bo'lakdan iborat dedik. Yuqorgi, o'rta, pastki bo'laklar. Ularga qarab traxeya bo'linganda bronx hosil qiladi. Ular qanaqa kiradi? Traxeya keldi, ikkiga ajraldi va o'pka darvozasida ular ikkita bo'lib kiradi. Biri yuqoriga, o'pkaning yuqorgi qismiga, pastki qismiga o'tganda yana ikkiga bo'linadi keyin. Demak, ikkita darvozadan ikkita bronx kiryapti. Bundan tashqari o'z arteriya, venasi va o'pkadan limfani olib chiqib ketadigan limfa tuguni joylashgan bo'ladi. Lotinchasini yodlab olsangiz yaxshi, lekin nimalar kirib chiqishini bilib olish kerak. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Arteriyasi, o'pka arteriyasi, o'pka venasi, albatta o'ng o'pkaning arteriya venasi, pastki hamda o'rta bo'lakning bronxi hamda yuqorgi bo'lakning bronxini ko'rishimiz mumkin. Endi chap o'pkada ham xuddi shunday. Faqatgina bunda ikkita bo'lakdan iborat edi. Traxeya keldi, chapga o'tdi, ichkari kirayotganda ikkiga bo'lindi. Va yuqorgi va pastki bo'laklarni bronxlar yo'lni hosil qildi va bu yerda ham vena joylashgan, arteriya joylashgan, limfa suyuqligini yig'ishtirib ketadigan limfalar to'planadigan tugun, limfa tuguni joylashgan. Ikkalasida ham pastda ligamentumi bor edi. Darsning boshida gaplashdik. Bularning lotinchasini bilib qolganinglar yaxshi. Yodlab olish oson. Lekin birinchi tushunib olish kerak. Bu yerda ham mana ligament, darvozadan pulmonary ligament, venasi, chap o'pkaning arteriyasi hamda ichkari kiradigan bronxlari.